Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli millatdoshlar, hurmatli bizni ko'rayotgan yoshlarimiz, farzandlarimiz, shogirdlarimiz. Bugun sizlar bilan biz ozgina bir tarixni o'rganib chiqmoqchimiz. Siz bizlar bilan birga bo'lingizlar. Bizlar bilan birga bo'lsangizlar, mana shu o'tmishdagi tarixni bir ko'rib chiqamiz. Ya'ni tarix bizga o'tmishdan saboq beradi. O'tmishdagi voqea hodisalarni bizlarga yetkazib beradi va shular haqida bahs, munozaralar yurgiziladi. Tarixdan ko'p bizga fikrlar, yaxshi xulosalar chiqaradigan mana shunday bir ajoyib narsalardan biri bo'lib hisoblanadi. Endi tarixning o'zi ikkiga bo'linadi. Umumiy tarix va xususiy tarix bo'lib ikkiga bo'linadi. Bizlar umumiy tarixda bu yer betidagi eng birinchi dunyoga kelgan odam alayhissalomdan boshlab to bugungi kungacha bo'lgan hayotni o'rganamiz. Bu umumiy tarixga yetadi. Xususiy tarix esa bir millatning tarixini o'rganish bo'lib hisoblanadi. Mana shu yer betidagi birinchi yashagan inson bu Odam alayhissalom bo'ladi. Odam alayhissalomni Alloh taolo tuproqdan yaratdi. Tuproqdan yaratib turib barcha ilmlarni bildirdi unga. Ya'ni ilm fazilatlarini bildirdi, barcha zotlarning otlarini bildirdi va mana shu holatda Alloh taolo Odam alayhissalomga barcha farishtalarni sajda qilishga buyurdi. Barcha farishtalar sajda qiladi, faqat iblisgina sajda qilmaydi. Ya'ni iblis Alloh taologa osiy bo'ladi. Ya'ni meni olovdan, insonni esa, odamni esa tuproqdan yaratdi, men undan ulug'man degan gap bilan ya'ni qarama-qarshilik chiqartiladi. Mag'rurlikni o'zini mag'rur deb ko'rsatadi va shu bilan bu la'natlanadi, ya'ni la'natga uchraydi. Qur'oni Karimda shunday oyat bor, ya'ni shayton sizlarga ochiq dushman deb aytiladi. Ya'ni Alloh taolo qaysi bir qavmga payg'ambar yuborib, yaxshi yo'lni ko'rsatadigan bo'lsa, o'sha insonlarni payg'ambarlarga ergashtirmaslik uchun shayton ham o'zining harakatini ishlab beradi. Endi biz yaxshi bilishimiz kerak bo'lgan narsalardan biri o'sha yer betiga kelgan payg'ambarlarning aytganini ishlab, Allohning birligi, borligiga itoat etib yurgan insonlar uchun jannat borligini bilib qo'yishimiz kerak. Shayton yo'lidan yurganlar, ozganlar, qilmish qiladiganlar, Alloh taolaga osiy bo'lganlarga esa do'zax borligini eslatadi. Alloh taolo Odam alayhissalomga 10 ta sahifa beradi. Mana shu sahifada insonlarni qanday to'g'ri yo'lda yashash kerakligi hammasi ko'rsatilgan, ibodatlarning turlari ko'rsatilgan. Endi Alloh taolo Odam alayhissalom bilan mama Havomizni jannatda yurishni, jannatdagi barcha mevalarni yeyishga ruxsat beradi. Faqatgina bitta daraxtni ko'rsatib, mana shu daraxtga yaqinlamanglar, buning mevasini yemanglar degan buyruq beriladi. Shunda shayton qurg'ur Odam alayhissalom bilan mama Havomizni baribir avrab, mana shu mevani yeyishiga majburlab qoladi, ya'ni aldanib qoladi, mana shu mevadan tatib qo'yadi, yeb qo'yadi. Mevani yeb Alloh taolaning hukmiga bo'ysunmagan, bir bora aytganini ishlamagan uchun Odam alayhissalom va mama Havomiz jannatdan yerga tushirilishga hukm qilinadi. Yerga tushganda Odam alayhissalom bugungi Hindiston joyiga tushadi. Mama Havo esa Makkadagi shu Jidda atrofiga tushadi. Ular albatta tavba qiladi, ko'p yil tavba tazarru qiladi, yig'laydi, kechirim so'raydi va Alloh taolo ularning tavbasini qabul qiladi. Odam alayhissalom bilan mama Havomizni tavbasini qabul qilgandan keyin bulardan bir o'g'il, bir qizdan tug'ila boshlaydi va yer betida insonlar ko'payishni boshlaydi. Shu jarayon Shis alayhissalom davrigacha, ya'ni Shis alayhissalom mama Havomizdan 25-farzand bo'lib tug'iladi. 25-farzand bo'lib tug'ilgandan keyin ungacha bo'lgan tug'ilishlar, ya'ni bir qiz, bir bola bo'lib tug'iladi. Ularga bir-biriga nikohlanish buyuriladi. Mana shu nikohlanish buyurilishi, ularning ko'payishi jarayonida Qobil, ya'ni eng birinchi dunyoga kelgan birinchi juftlik bu Qobil bilan Iqlima bo'lib hisoblanadi. Ikkinchi juftlik, ya'ni Qobil G'obilga o'zi bilan birga tug'ilgan Iqlimani unashtirish kerak edi. Iqlima bilan G'obil unashtirilishi kerak edi, ya'ni birga oila qurish kerak edi. Qobil bunga qarshi chiqadi va o'rtadan janjal chiqadi va mana shu janjal asnosida Qobil G'obilni o'ldirib qo'yadi. Endi bilamiz, bu tarixdan birinchi dunyoda o'lgan kishi bu Qobil bo'lib hisoblanadi, o'ldirgan esa o'sha Qobil bo'ladi. Qobil G'obilni o'ldirish bilan bu dindan chiqadi. Keyinchalik Qobilning zurriyatlari o'sha Alloh taolaning hukmiga qarshi chiqadi. U ko'p yomonliklarning boshida turadigan shunday bir qavmga aylanib qoladi. Albatta
25 bo'lib Shis alayhissalom dunyoga kelgandan keyin Alloh taolo Shis alayhissalomni ham payg'ambarlik suyunchisini beradi. Mana shu payg'ambarlik bilan suyuntiradi. Albatta Odam alayhissalom dunyodan o'tgandan keyin payg'ambarlik o'sha Shis alayhissalomga tegadi. Bizlar hurmatli do'stlar, hurmatli bizni ko'rayotgan barcha millatdoshlar, ozlab biz kuniga bir tariximizni o'rganishga harakat qilamiz. Har kuni bir sahifa o'rganib boramiz. Xudo xolasa sizlar bizlar bilan birga bo'lingizlar. Bizlar bilan birga bo'lib, o'z aka-ukalaringizga, farzandlarga mana shu ozgina bo'lsa ham tariximizni eslatib, ko'rsatib, bir-birimizga qo'llab turadigan bo'lsak, ozgina bo'lsa ham Xudo xolasa ko'p tarixdan ma'lumotlar olib olamiz. Xudo xolasa bu birinchi videomiz, ikkinchi, uchinchi va boshqa videolarni ham ko'rishga sizga tavsiya qilamiz. Bizlar bilan birga bo'lingizlar. Xudo xolasa yaxshi kunlarda tarixni bilib, yaxshi yashash uchun harakat qilamiz. Buning uchun albatta kitob o'qish kerak va keyingi sahifamizda, ya'ni Shis alayhissalomning sahifasida birga uchrashguncha hammalaringizga tinchlik, omonchilik, yaxshilik tilab qolamiz.